Bismillah. Akalar videoni oxirigacha kuzating. Yaxshilab like bosing aka. Mana bu qo'chqorlarni sizga tavsiya qilaman aka. Bugungi syomkamizga haqiqiy zotdorlarida asl Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlari aka. Nimani eksang, shuni o'rasan degan. Bugunga sizga haqiqiy 200 kilogramm tarozini buzadigan qo'chqorlar chiqadi. Buna qo'chqor faqat Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy Nurullohdan bo'laveradi. Nurulloh, kayfiyatlar. Bu ikkinchi foramiz Nurulloh. Bu ikkinchisi aka, daxolasa qo'zini zo'ri, hammasi zo'r, lekin bitta murojaat aka. Boshida aytib ketay, to'g'risi gap akalar, kimdir haligi noto'g'ri tushunar, kimdir to'g'ri tushunar. Xotinidan maslahat olib so'raydigan akalar telefon qilmanglar, iltimos. Bu ezilib ketdik aka, uyga boradi, jo'natib berib deydi. 5 ta jo'natib bersangiz, "O xotinimga yoqmadi bu." Kim xotin? Voy, jonim chiqyapti aka, to'g'risi gap. Martob telefon qilib oldingizmi aka? Oling barakasini bersin, qo'yda baraka. To'g'risi gap aka. Xudo xolasa aka. To'g'risi ezilib ketdi biz ham. Bugungi videomiz buni o'ynab shu sotmaymiz, aqqa borib ketaysa qilib bersin, qo'yim deb. Akalar, yaxshi niyat bilan oling. Xudo xolasa aka, niyat xolis qiling. Qo'yda baraka deyilgan. Kattalarimiz aka aytgan. Qo'yda baraka bor. Bugungi xudo xolasa sizga ko'rsatilgan qo'chqorlarimiz eng zo'rlardan chiqaveradi. Qo'zini chempioni. Assalomu alaykum, Sardor Bobur kanali obunachilari. Akalar, bugun hafta kuniga xudo xolasa payshanba sanamizga 27-noyabr 2025-yil. Akalar, bugungi video syomkalarimiz o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy. Aka, maslahat qilsangiz, barakani olishdan oldin maslahat qiling, iltimos. Nima uchun? Xotin kishi aralashgan ish hayotda haligi bo'lmaydi aka. Yo'q, jahil bilan gapirmay qarang. Maslahat qilinadi, mo'g'rang, hamma har xil. Lekin bitta narsa, barakada oldin maslahatingizni qilib oling. Aka, o'ylang, fikrlang. Masalan, aka, birovning savdosini to'xtatish, birovning savdosini sizga olmadim desangiz, aka, ming marta men aytganman-da, klient bo'lsakda prava aka. To'g'ri, lekin birovning savdosini to'xtatish, aka, yaxshi ish emas. Savdoni to'xtatmang aka. Xudo xolasa yaxshi niyatda oling, qo'yda baraka bor. Xo'p, Nurulloh, bugunga necha bosh chiqadi bu piching? Bugunga 150 ta chiqadi. Birinchi partiyamizning o'ziga 35 ta. No, tumshuqlariga e'tibor bering aka. Qo'yda tangaday g'ubor yo'q. Siz olyapsiz, bitta ko'chat olsangiz, daraxt ko'chat olsangiz, mevasi o'shanga qarab bo'ladi. Siz qo'y olyapsiz, siz 200 kilogrammga boradigan, sinovdan o'tgan, bir isbotlangan vaj olsangiz aka, o'sha narsa bo'ladi. Sizga bu 2 tishda 200 kilogramm bo'lmaydi. 2 tishda aka eng kamida 150 kilogramm bo'ladi. Boqishingizga qarab. Endi mana bu qo'chqorlar aka sorti bor, haqiqiy urug'ni qo'ylari. Mana bu qo'chqorlar aka, xudo xolasa urug'ga 100 ga 100 aytaveradi. Hammasini ko'ring, hammasi olib keladi. Yosh oyligi qanaqa Nurulloh? Yosh oyligi 10 oylik aka. Barini lichenalari bo'lgan aka. Hammasiniki bo'lgan. Aytdimi, yo'taladimi, yo'talmaydimi, menga kelgandan keyin hammasiga ko'r qildiraman aka. O'tgan safargi videoyimizda aka ko'rsatganmiz. Furadan tushayotgan videolarni ham keyingi o'rinda aka bitta narsani unutmang, lichena qilingan lichenalarni ham ko'rsatib o'tib ketganmiz. Iltimos, siz ham tepasiga kelib ko'rib oling. Kelishga imkoniyatingiz bo'lsa. Yosh oyligi necha oylik? 10 oylik aka. Bo'yvasi necha chiqadi? O'lchaymiz. Sirrazi. Sirrazi o'lchaymiz. Mana sizga isbotlab aka o'lchab berilyapti. Mana shablonda olavering mana. Mana shablonda ol mana. 80 sm deyilyaptimi? O'sha 80 sm ni qo'yib boradi. Mana qanday o'lchanayotganiga e'tibor bering, o'lchang aka. Uyga borgandan keyin ham shunday o'lchaysiz mana. Bu metr davlat standartida chiqaradi aka. Bu o'zimiz yasay olmaymiz buni. Mana 80 plus ekan, 80 sm. 80 ga olishaversin aka. Narxchi Nurulloh. Narxi darim qo'yib beraman aka, mana shu negativ, shunaqa akalarimizga bor. Hammasini bir yerga olsin, 4 million 800 mingdan beraman. Barakasini bersin. 4 million 800 ming. Olgan odam maza qilsin aka. Xudo xolasa o'tgan safargi video syomkamizda aka, men aytaman, 5,5 millionga ham qo'chqar chiqqan. Endi 4 million 800 mingdan aka, xudo xolasa yengil olsin deb qo'yilyapti. Nurulloh, endi 5-4 ta oladigan aka ukalarimizga nima deymiz? 5-4 tami 4 million 800 mingdan talla olaversin aka, yoqqanini. Mana shu yerdan bitta o'tkazaylik, iltimos. Yaxshilab ko'rib olsin. Ko'p syomkamizda so'rashyapti. Mana shunda bitta o'tkazib beringlar, iltimos. Screenshot qilaylik biz ham deyishyapti. Mana aka, screenshot qilib, xudo xolasa tanlab olaverasiz. Endi quyoshga teskari olib qoldik, lekin tanlashga xudo xolasa qiynalmaysiz. Mana. Hammasi zo'r qo'zini aka. Xo'p, Nurulloh. Bunday qilaylik. Bo'ladigan narxda aytaylik. Qara. Yomon aytdimmi? Yo'q, yomon aytdingiz demayapman. Endi mana ochiqcha gap,
Beydan eshitdingiz? 35 ta aka. 35 ta qo'ydi 48 dan olaman degan odam to'g'risiga qimmat siramasin. Ochiqcha gap. Bu halol 100 mingni o'tib beraman 100 aka, mingni- bo'ladimi? Ha. Nurullo 4 million 700 ming. Mo'g'ron aka. Olgan narxingiz tayinmi? Tayin. Naqd pulga olasizmi? Naqd pulga olaman. Sizdan ham naqd pulga olishadi aka. Hammasini bir yerga olsa aka, mayda chuda qilmayman. Oxiri senasini aytaman 4 million 500 mingdan hammasini beraman. Tallavasin 4 million 700 mingdan. Barakasini bersin. Endi bitta narsa aka, tepasiga kelib ko'ring. 4,5 millionga mana bu 2 mana shu 2 shuni qo'ydi olangda aka. 4,5 millionga arzimasa qo'y joyda qolaveradi. Va Liboy bozorga solishtirib olishaversin aka. Liboy bozorda 4,5 million beradigan bo'lsa, men 4 milliondan beraman qo'zini. Mana javob. Xudo xolasa Jakka javob aka. Endi beyda imkoniyat katta aka. Beyda rasxod kam. Hech narsa qilmaydi aka. Energiya kam sarflanadi. Xudo xolasa aka, og'a inson maza qiladi. Bir yerga olaman degan ko'kalarimiz uchun bo'ladigan narsa 4 million 500 mingni. 4 million 500 ming aka. Uzr. Bugun bonus. 4 million 500 mingdan dastlabkiga yetkazib olib beriladi. Lekin qo'chqorlarda kastaklariga, kallalariga yetib olib bering aka. Bo'lmaydigan bir atala qo'zi chiqarilgan aka. Mujmali qolaversin qo'ydi ichida. Qo'ydi ichida mujmal, chuchumali qolsin aka. Qo'ydi ichida yo'qmagani qolsin. Buni quloqni qarang. Quloqda aka. O'lchab qo'ying shuni. Mashalloh. Bo'lar bo'lmas ko'zini. 20 sm, 19 sm ekan. Qulog'i ham kastak, hamma yeri zo'r aka. Hammasini urug'ga tarbiyalasa ham bo'laveradi bir 90%ni. Mashalloh. Aka, mana shu qo'chqorlardan boqish kerak-da. To'g'risiga odamday bitta narsada yo'q bo'lsa ochiq gap qadrlanadi. Borida qadrga yetilmaydi aka. Yoningdan oqqan suvda qadri yo'q degan. Hapo'min. Sizda hozir mana shu imkoniyat bor, olishga ham sharoit. Balki men aytaman, 3,5 milliondan ham chiqarganmiz bu qo'ydi. Men aytaman, 2,5 million ham chiqqan aka. Ha, o 1 yil, 2 yil, yo'qmasa bir 6 oy, 5 oy ag'da chiqqan. Biz ham bilamiz, o'sha narxni biz ham sog'inamiz. Biz ham qo'yg'imiz keladi. 3,5 milliondan desa aka, men o'zim ham to'g'risiga qo'yg'im keladi, arzonroq qo'yg'im keladi aka. Ko'zimda oldidan o'tib ketadi o'sha narxlar ko'rganimda. Lekin iloji yo'q ekan. hozirgi momentda shu narx. Biz ko'nsak ham, ko'nmasak ham shu. Aka, qo'y ham kattargan kelgan. Mana shu zotdog'i 3,5 million sotilgan bo'lsa, u 5 oyligida sotilgan. Ha, yetib bo'yi 70ligida sotilgan. Ana, bu 80 sm aka, 10 sm o'syapti. O'sgan sari aka, yegan sari narxini qo'ydi narxi ham oshadi aka. U qo'y endi turmaydi. Bu yerda 5 million aka mana. Mana o'ylar, aka chakana qo'y. Ey! Nurullo bitta narsada qo'y tanigan insonga umuman ta'rif hojat yo'q. Albatta aka. O, mana shu ajragan qo'yni ham qaravering. Mana bu kichkina, mayda juda qo'zicha emas-da aka. Bu qo'y-da bu. Siz o 3,5 million olganingizda qo'zi bo'lgan. Qo'zicha bo'lgan. Bu hozir qo'y. Qo'y. Katta qo'chqor dering buni. Ey, bilgan odam bildi, bilmagan Sifati zo'r. 100 ta bo'lmay, mana shu 35 tani olib baqsin. maza qilsin. 100 ta 200 tani kayfini bersin. O'g'adan maza qilsin aka. Endi akalar, ikkinchi partiyalarimizga Nurullo o'tgan safargi video syomkamizda qora kashtanlaridan chiqarmading, bu safarga bo'lsin deydigan ko'kalarimizga mana akalar, qora kashtan variantlari. Soni nechta Nurullo? Bu 22 ta aka. 22 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Rangini ko'ring jani. Qo'chqorlar aka. Hozir birinchi partiyadan katta ekan buni qo'shing. Hop, 22 ta. Hop, 100% qo'chqor, 100% yosh oyligi. qo'chqor. Yosh oyligi bular ham 10 oylik atrofida. Qo'yga yaxshilab nazar soling aka. Bir kasalvand, kusalvand, bir bo'mag'ir, ichida haligi to'g'risi gap aka, o'zgarmaydigani yo'q. Hammasiga bersangiz, yeb ichib tursa, o'zgaradi qo'y. Yeb ichib tursa bo'ldi, o'zgaradi. Qani ham toza aka, kallalarimda ko'rsating, qo'ydi kallasi bori. Vobshe dahshat. Mana uni bitta akamiz kommentariyaga yozib qo'yibdi, o'zlaring urarkansizlar deb. Aka, buni chegarada urmasa bo'z. To'g'ri tushuning. Ketadi. Bu siyosat darajasidagi narsa aka, uni to'g'ri tushuning. Xafa bo'lmang. Mayli siz o'ylamay yozibsiz, lekin Xudo xolasa aka, biz ham ozgina tirikchilik qilamiz deymiz, xolos. Birovga yolg'on gapirish keragi yo'q. Mana shu qo'y aka. Screenshotini qilib olsin. Uni haligi cheki bor. Aynaqasini nimadirga kirgizsa, o'zi qayda urilgan kelib chiqadi. Ha, skaner. Qaydan kelib chiqadi hamma narsa. Endi xafa bo'lmang aka, biz ham sizga o'sha oddiy odammiz. To'g'ri tushuning. Endi bitta kasbimiz qo'y olib kelib qo'y sotishda. Shu. Albatta aka. Narx qancha Bu Nurullo? aybi yo'q buni. Bu narximi? Bu narxi ham 4 million 500 mingdan aka. Mana.
Nurullo, mard bo'ling uka. Masharatingizni yo'qoting aka. To'g'risiga men sizga aytyapman, masharatingizni yo'qoting. Bir akshinni qo'lini chiqarib olasiz, keyin baloqa yuraverasiz. Bilyapsiz-a? Bo'ladigan narxini. Bo'ldi 4.500 mingdan. Nurullo, Ha. bir-birimizni qiynamaylik. Bo'ldi, ulardan 50 kam. Nurullo, 50 ming aka. mard bo'ling. 20 ikkitasi ham 1 million. Bo'ldi, sug'urog'idek qilib tortim. Mard bo'ling Nurullo. Keyin Ikrom aka. Hey, Nurullo, ma qarangda, bir-birimizga naqib yov qarash qilib, men 500 so'm o'tay, siz 1000 so'm qo'shing. 50 ming pul Keragi yo'q. aka. 200 ming ham pul. Ha. 100 so'm ham pul. Ha. Faqat 100 so'mlik pul hozir ko'rinmayapti. Lekin pul yo'q, muomaladan chiqib ketgan. Bo'ldi 100 mingdan aka. Ya Nurullo. 4 million 400 mingdan aka. Mard bo'ling, uka. Bundan ortiq mard bo'lmaydi. Nurullo, siz Men birinchi o'zim ham olaveraman bundan arzon bo'lsa. Nurullo, Yengil kelgan, yengil sotilyapti Ikrom men aka. qarang, dastlabki qancha qilyapsiz o'zi? Samarqandga qilyapmiz. Endi Samarqanddan olayotgan odam qarang. Ha. Iloji yo'q 100 mingdan yo'l kira qilinadi. Ha. Bitta qo'y boshqa. Ha. Hozir kechagi bu aniq, bu Ha. yashirish keragi yo'q. Men bilaman bu dastlabki qanaqa qilishlarini deb. Bo'lma. To'g'ri. Men qarang. Hop. Toshkentga o'zi 50 mingdan dastlabki qilasiz. Vodiy bo'ylab 60 Toshkentga ming, 50 ming, 70 50 ming, ming, 60 ming o'rtacha-da. Ha. U 40 mingdan yana o'tib berasizmi? Vodiyga olsam, Ha. Vodiyga olsam mana 4.350 ming. Nurullo, siz yarimta bo'ladi, o'ylamasin. Ha 40 mingdan deyapsiz. 50 mingni o'tib beryapman aka. Butun o'tib beray. Butun biz nima qilamiz keyin? Butun bu. Endi qani bizniki? Yengil olsin. Ey aka, barakasi. Ey Nurullo, mana qo'lda ushaganda bir baraka topib, Olsin 4.300 mingdan. Barakasini bersin. buni maydalash keragi yo'q. Xudo xolosa olib borib, boqing aka. Ha, tanlab olsa, lekin 4.5 milliondan aka aytib qo'y. 5 ta 4 ta olsa mana buni qo'zlab ko'ring. Xudo xolosa aka. Boy bozorga solishtirib ko'rishaversan aka. Aka kelib ko'rvang. Tepasiga kelib ko'rsin qo'zini. Ha, kelib ko'rvang. Telefonda hamma qo'y bir xil ko'rinadi, keyin chakana qo'ymas. Rangi ro'yi ham toza variantda qo'yib chiqar, hammasi. Bu ikkinchi partiyamizdan Nurullo. Ha, bu ikkinchisi aka. Xayri borda, insofi bor. Insofi bor, barakasi bor. Barakasini bersin. Barakasi. Telefon qilishga shoshilavering aka. Like, kommentariy unutmaysiz. Mana aka, arzonroqdan olmoqchimisiz? Bizda hech qanday qarshilik yo'q. Qanaqa turidan desangiz bor aka. Endi apomang mashq narx qo'yilyaptimi? O'sha narxga aka qo'y 100 ga 100 arziydi aka. Undan qimmatrog'i ham arziydi, lekin aka iloji boricha sotish maqsad yengillatilyapti. Son nechta Nurullo bayda? Bu 17 ta aka. 17 bosh. Hammasi qo'chqar. Hammasi qo'chqar. Mash ikkita oq bir xilagini. Oq, Hasan Husan. Voy jonivor. Jonivor ko'ring. Bittasini tumshug'i qora ekan, bittasini tumshug'i jigarrang sariq ekan. Rangini ko'ring qo'zladi. Hammasi zo'r aka. Toza qo'ylar jonivor. Hammasi tavsiyaga aka arziydigan qo'y ekan. Dangelga. Birorta burni surni oqqani, bir melichudasi, bir bombali Malamujisi yo'q. Malamujisi yo'q. Ana shunisi birinchi. Hammasi aka. Hop, yosh oilaga 8 oylik aka. Bo'yvasti. Bo'yvasti 80 pil minus. 80 plus minus. 80 sm plus minus ko'rasiz, ha? Ha. Xohlasangiz 75 plus ko'ring. Bu 75 sotilmaydi. Ha. Bu aka. Qo'ydi sortiga olsa aka, ertaga rahmatni aytib qo'yishadi. To'g'risi gap. Buni o 5 metr, 6 metr deyish kerak yo'q. Hammasini bir yerga olsa aka, birinchi partiyadan 100 ming so'mdan kam 4 million 400 mingdan. Sariqligiga oshirib olyapsiz. Yo, sariqligiga oshirib olamiz. Yo'q, kashtan bundan katta edi, men 100% aytaman. Kashtan bundan katta. Yo'q, Kashtan birinchi partiyangizdan ham katta edi. Sariqligiga narxini oshiryapti. Ikrom aka. Naq bo'ng uka. Men bilib qo'y tepasida turibman, bilaman. 4 million 300 ming. Qo'ymayman 4 million 300 ming. Nimaga qo'ymaysiz? Yo'q, Nech puldan chiqaryapsiz? Bu kashtandan kichikroq. Nech puldan chiqaryapsiz bo'pti o'zingiz? Nech puldan chiqaryapsiz aka? Nurullo, men qarang. Olgansiz uka, tortish keragi yo'q. Ha. Bir yerga olsin, mazar qilsin. Vol 4 million 300 mingdan olasiz. Yo'q. 4 million 300 ming qo'ymaymiz. Nimaga qo'ymaysiz aka? Men qarang, bo'pti halolda ayting. Kashtandan kichkinami yo'qmi? Kashtan bilan teng. Kashtandan kichkina emas qo'y. Teng aka, kashtanning ichida ham kattalari Uning ichida bor. 5 millionlik qo'y bor, Nurullo. Ha, uning ichida maydasi ham bor-da aka, qo'yiq suyuq qilib. Mana uni qo'yda gaplashaylik. Vol 4 million 300 mingdan olasiz. Yo'q, Nurullo, qo'ymayman 4 million 300 ming. Nimaga qo'ymaysiz? Yo'q, qo'ymayman. Hani o'zingiz nech pul chiqaryapsiz aka? Kattasini 4 million 300 ming qo'yib, buni 4 million 300 ming yana qo'ymayman u. Hozir bundan kattasini bu aka qarab turing, bu bir xil qo'y. Shoshmay turing, bo'ldi. Kichkinasi ham kattasi ham yo'q-da buni. Xolis sifatida.
Kashdan bundan kattami kichikmi? Shuni ayting bo'ldi. Shuni ayting bo'ldi. Halol bo'lsa, halol bo'lsa, Va aka bu gachingizni aka qarang, bir Puldan berish kerak. bir xil qo'y. Nech pul qo'yish Bu kerak? bir xil qo'y. U grazni qo'y aka. Mard bu. Yo, mardmi? Mard bu uka. Mening 3 kishi bo'lsanglar menga mensizlar. Aka bu men bilib turibman. foyda ziyoni kerak emas. 4.200 mingdan. Dastlab Foyda ziyoni aka xudodan. Zarda qilmay gapiring Nurullo. Bo'ldi, Toshkentgacha dastlabkasini qilib beraman. O'ylab o'tirmang. 4.200 ming so'mdan aka Sizdan mayda shunday ko'p. gapni keragi yo'q. Mana Mayli olgan odam maza. 5 ta olsin 4.200 mingdan berasiz. Nima beraman? Mard 4.300 mingdan beraman. 5 5 ta. ta oladi. 4.300 ming. Yo'q, Nurullo. Yo'q, aka keng. Nurullo. 4.200 ming so'mdan mana aytyapman. Qo'y topolmay qolsam olaman shu qo'yni aka. Endi O'zim siz- naqd pul sanab berib olaman. Endi qarang, mana qarang. Olayotgan inson kelib turib so'raydi. Nurullo tanlab olishda doim 100 ming, 200 ming, 200 mingdan pul qilib gapiryapsan. 5-4 ta olaylik, sal pulimiz kamroq deydigan odam chiqadi-da Nurullo. 4.300 mingdan olishaversin. Nurullo. Bo'ldi 50 mingdan. Buni mard bu. Yo'q aka, undan Mard bu. Nurullo. Ikrom aka, voy, jon aka. Qilsin. Olayotgan odam bir duo qilib boqsin uka. Bo'ldi, chin ko'ngildan rozi. Dagasini bersin. Duo qilib qo'yishadi. 5 ta so'm pulni betiga qaraydigan bola emas bu aka. Keling ishingiz bitadi. 5 ta so'm pulni 100 ming 200 ming pulni betiga qaragan odam savdogar bo'ladimi aka? Ong mana 4 million 200 mingdan. Aka, 5 ta xudodan tanlov. so'rash kerak. Beruvchi xudo aka. Bandasi bilan hal qilaman. Endi akalar qishda g'amini yozda aytadi-yu. Haqiqat qo'zini aka mana sizga arzon kayfidan. Soni nechta Nurullo? 25 ta. 25 ta. Hammasi qo'chqora. Hammasi qo'chqor aka. Endi qo'chqor pichma so'rab olamiz-da aka. Har safar syomkangda qo'chqor pichma so'rasam, so'rash kerak-da. So'ramas pulga olyapsiz. Pulga, naqd pulga olinyapti, so'rash kerak aka. Pulga olganingizdan keyin ma'lumotni bilib ol. Hali hijotga qo'chqormi, sog'lommi, so'raveradi deb kommentariyaga bir kishi yozib qo'yibdi. So'raydi-da jon aka. Voy, Hali kommentariyaga kirsangiz bari aka. Sahrodan bo'lsa bari buni qo'y chiqarsa o'ltirar ekan kommentariya. Ishonavering. Aytadi, nima desa, so'rab O'rgangan olim, Ha. so'rab o'rganmagan o'ziga zolim. to'ppa-to'g'ri aka. Nima deymiz yosh oilaga Nurullo? Yosh oilaga aka 7 oylik atrofida. Bo'yvaslari qanaqa Bo'y vasti o'lchaymiz. Mana. Kechalar. Tek jonivorni qarang. Kellani ko'ring. Mashalloh. Maydasini ham mana. Mayda emas ekan bu. Ha, endi shunaqa. Xo'p, men qo'ydim. Aka 75 plus minus Tamom. bo'ladimi? Tamom. Mana shu bitta o'tkazing, bitta. Ha. Mana. Mana. Ana janivorlar. Ana. Xo'la, ko'ring. Qancha? Narximi? Ammo buni unda juda qilmam. tortishmaysiz. Mayda juda qilmayman. Bitta gap rasmi qarang. Bitta. Dilimga urgan narsa qo'yamiz, bo'ldi. Ha. 4 million 100 ming so'm. Barakasi. Diliga yetib borsin. Nima o'ng'ay? Diliga yetib borsin. Qarang Dilga aka, yetib yana olsin. bitta narsa qarang. Hozir nari qo'yiladi 4 million 800 ming, bo'pti 100 ming o'tdim deb sekin 4 million 600 mingdan qo'yib tushib, buni hali qanim yo'q aka. Bo'ladi qan tars arzon qo'yyapman lekin aka. O'zimga rost, Allah. birovga yolg'on aka. Endi bitta narsa, Ha. olayotgan insonga har doim qimmat, sotayotgan odamga arzon. Arzon. To'g'risi gap. Mana qarang. Ha. Ikki tomon maza qilsin. Bo'ldi 4 million. Barakasini bersin 4 aka. million so'mdan aka. Arashan qo'zi. Ana sizga imkon. 4 million so'mdan dastavka qilib yetkazib olib beriladi. Kallalarni ko'ring. Endi bitta ikkita Hammasi zo'r. bitta ikkita aka plus bo'ladi, lekin 5-4 ta olsa qancha Nurullo? 4 million 100 mingdan aka. Tanlab olaversin. Tanlab olishaversin. Ha, tanlab 5 olaversin. ta 4 ta 4 million 100 mingdan olgan odam maza qilsin. Olgan Mana odam mashq maza. qo'zlar ham ketaveradi aka. Endi solishtiryapsiz, o'zini sostenasida qo'yib solishtiring aka. Ha, albatta. Bu 3-chi partiyamiz yo'q? 4-chi partiya. 4-chi partiya aka. Bundan Bo'ldi. keyingi- Bo'ldi. Bo'ladi. Qo'radan mashqi yetadi aka. Kam uram, hamisha uram. Alloh barakasini bersin. O'sha gap obunachilar, telefon qilindan ishlaringni bitirib beraman. Barakasini bersin. Mana shu bolani duo qilib qo'yasiz aka.